Bürküt dünya boyunca en uzun ömür ko'radigan qush bo'lib 70 yil yashayoladi ekan. Lekin mushunda uzun yashash uchun Bürküt 40 yoshga kirganda nihoyat qiyin bir tanlashga duch kelar ekan. Bürküt 40 yoshga kirganda tirnoqlari ojizlab ovni yaxshi qamallayolmaydigan bo'lib qoladi ekan. Tumshug'i uzrab ham egilib maydasiga tushib qoladi ekan. Qanotlari eg'irlashib ucholmas bo'lib qoladi ekan. Bu chaqda u ikki tanlashga duch kelar ekan. Biri o'limni kutib yetish, yana biri bo'lsa nihoyat azobli bo'lgan o'zgarish jarayonini boshdan kechirish. Bürkütning bu o'zgarishiga 150 kun vaqt ketadi ekan. Oldi bilan Bürküt egiz tog' cho'qqisiga uchib berib, qo'ramtoshdan birini topadi ekan. Toki tumshug'i uprab ketguncha qo'ramtoshni cho'qiydi ekan. U butunlay tumshug'i tushib ketgandan keyin toki yangi tumshuq o'sib chiqquncha shu joyda saqlaydi ekan. Yangi tumshuq o'sib chiqqandan keyin u tumshug'i bilan tirnoqlarini birdan yo'lib o'tadi ekan. Tirnoqlari qaytadan o'sib chiqqandan keyin qantining birini qo'ymay yo'ngdi o'tadi ekan. 5 oy o'tgandan keyin yangi paylar o'nib chiqadi ekan. Shuning bilan Bürküt qaytadan parvoz qilishga boshlaydi ekan. Hamda yana 30 yil ortiq yashay oladi ekan.